Şuningdek, Angliya bosh vaziri Beijingda Xi Jinping bilan uchrashdi. Albatta, qadrli ko'ruvchilarimiz, 28 yanvar Beijingda aradan 8 yil o'tgandan keyin Angliya bosh vaziri Starmer, Angliyaning eng yuqori amaldori Beijingda kutib olindi Xi Jinping tarafidan. Albatta, bu ziyoratning buludu xabari, ziyarati yaqinda ziyorat bo'ldi degan xabarlar uchib yurgan vaqtida nurg'un analizlar, Amerikaning bunga bildirgan Trumpning so'zlari, buni o'tgan haftadagi xabarlarimizdami, bu xabarlarning puruq chiqqan vaqtida agar Xitoy bilan yaqinlashsang jazolayman degan ifodadagi so'zlarimi, tahditlari Batı Trump'ningki. Starmer insan haklarını soğudu münasebet bir Amerika'nın elbette hem Angliya ve Avrupa'ya besim düşürüvatqanlığını bilimiz. Bu sebeple hazır Kanada baş ministeri ötken qatım xabarimizden beri o ziyaret qildi. Onun arkasından Angliya baş vaziri vardı. G'arbni Trump'ның küçülük besimi Avrupa mas'ullari bo'lsin yoki Angliya bo'lsin, Xitoy bilan tabiiy holatda yiqilishga ilib berayotgan bir ko'rinishni ko'z oldimizda ko'rib turyapmiz. Angliyami 2022-yildagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida buning Shveysariyada ochilgan yig'inda Jenevada Uyg'urlar taraf turib ovoz qo'shgan davlatlarning biri albatta kishilik huquq masalasini tilga ilib turayotgan bir davlat hamda bugungi holatda buni unutib, bundan voz kechishga Xitoyni tanlashga majbur qilamiz degan albatta nurg'un masalalar bor bu yerda. Angliya o'qituvchi partiyalari va ommaviy tashkilotlarining Xi Jinping bilan ko'rishganda Sharq Turkiston masalasini o'tirg'i qo'y, Tibet masalasini o'tirg'i qo'y degandek bu narsalarmi Shiraning ostida qoldimi? Bu chaqiriq Starmerning 42 milliard funt sterlinlik savdo passiv balansini hal qilish orzusi oldida qanchalik ahamiyatga ega? Bu savollarni cho'qim so'ralish kerak bo'lgan masalalar qadarlik ko'rmalarimiz. Deganimizdek 28 yanvar bu ziyorat amalga oshdi Beijingda. 2018 yildan buyon Angliyaning yuqori darajalik amaldorininki rahbarining tunji qatim Beijingda ko'rishishi hisoblandi bu. BBC va dunyoning xabar kanallari bunday tafsili berdi. Xi Jinping bu yerda suhbatda numussizlarcha, hiylagarlarcha so'z qilgan, shu so'z qarab boqaydi. Ikki tarafning farqlardan halqib o'zaro hurmat qilsalar, tarixning siniqidan o'talaydiganligi haqida jar soldi Xi Jinping. Starmer bo'lsa echilish so'zida Angliya bilan Xitoyning texmi inchika va puxta munosabat o'rnatishining intayin muhimligini tilga oldi. Xi Jinping tilga olgan farqlardan o'zaro halqib o'tish deganni qanday tushunishimiz kerak? Bu so'z amaliyotda G'arbning Uyg'ur qirg'inchiligiga ko'z yumishi badaliga keladigan bir savdo kelishimining shartimi deganni Uyg'urlar so'ramay turolmaydi. Qanday uchur bermoqchisan? Savdo vakillari o'mikini boshlab borgan bosh vazir Starmer Beijing va Shanxayni ziyorat qildi albatta. O'qituvchi partiya va bir qism ommaviy tashkilotlar ziyoratini ilgari uni Xi Jinping bilan ko'rishganda Sharq Turkiston va Hong Kongdagi inson huquqlari masalasini o'tirib qo'yishga chaqirgandi. Starmerning bu qatimqi ziyarati yana Angliya Xitoy savdo passiv balansi davomli ishlayotgan bir vaziyatga ro'yobga chiqqan bo'lib, Angliya savdo ministrligining statistikasiga asoslangan 2025-yilning 2-faslida Angliyaning Xitoy bilan bo'lgan 1 yillik savdo passiv balansi 42 milliard funt sterling, taxminan 57,5 milliard Amerika dollariga yetib, o'xshash mazgildagidan 18% eshib ketgan. Yaqinda Xitoyni ziyorat qilgan yana bir davlat rahbari bo'lsa, Kanada, yuqorida deganimdek, Kanada bosh ministri Mark Carney bo'lib, 16 yanvar Beijingga ziyoratga borgan vaqtida Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishgan edi. Xitoyning Kanada yezigilik mahsulotlaridan oldigan tamojni bojlaridan to'valtadigan 50 mingga yaqin Xitoy to'kliq avtomobilningki Xitoyga to'van boj bilan kirishga ruxsat qilishi ya demak Kanadaga e'tibor bahada Kanadaga kirishga ruxsat qilgan bir savdo kelishimi imzolaganligini e'lon qilgan edi. Bu xabar chiqqan hamon Amerika Trump buningga darhol agarda kelishim rasmiy tuzsa Kanadaga 100% tamojni beji qo'yilganligini aytgan edi. Buning bilan darhol Carney buningga inkos qaytarib Kanadaning Amerika Meksika Kanada kelishimiga amal qilganligini, Xitoy bilan erkin savdo kelishimi tuzish plani yo'qligini ta'kidlagan edi. Acaba bu ikkisini biz birlashtirsak Donald Trump'ның Angliyaning Xitoy bilan bo'lgan yiqilishini intayin xatarlik deb sifatlashi. Chunki
Angliya bosh vaziri Starmer ziyorat qilgan vaqtida qanday qaraysiz u bu degan muxbirlarning savollariga Tramp qanday javob berdi? Intayin xatarlik yiqilish bo'lyotidi deb javob berdi.